Hozir Cho'lovich to'pni egalladi. Pas berdi. Zafar Murod ko'tardi. Bahromov! Yana zarba, gol! Akmal Mazgavoy to'pni qadadi. Shu darajada chiroyli urdiki, jamoa boy berayotgandi. Golni qanday xotirjam nishonlayapti Akmal Mazgavoy. Bahromov ikkita assist amalga oshiryapti. Nasafni qarang. Qanday o'yin ko'rsatyapti. Birinchi taymning o'zida ular mana shunday qaytish qildi. Qo'li bilan to'pni burchakka otib joylab qo'ygandek bo'ldi hozir Akmal. Mana qarang. Xuddi toshni darvozaga qo'li bilan otib kiritadi-yu, shunaqa tep. Mana. Juda chiroyli ijro. Darvozabon ulgurmay qoldi. Bahromov qo'yil. Bu yerda masofa yaqin edi, aylantirib ham tepdi. Oyog'iga juda ham qulay keldi, mana. O'zi xohlagandek ijroni Akmal amalga oshiryapti.